Barchaga assalomu alaykum. Bugungi video darsligimiz yozib olish boshlandi. Demak, jurnalistika ijodiy imtihonlari haqida qisqacha prezentatsiya tayyorladim va sizlarga bo'lishaman degan umidda. Buni YouTube'ga joylayman va YouTube'da ham bemalol ko'rib olasizlar. Demak, boshladik. Demak, jurnalistika imtihoni haqida batafsil tushuntiraman. Demak, ikki bosqichda bo'lishini hamma biladi, ya'ni test hamda kasbiy ijodiy imtihon. Birinchisi o'rinda kasbiy ijodiy imtihon bo'ladi va biz qayerlarda kasbiy ijodiy imtihon topshirishimiz mumkinligi haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsak, faqatgina jurnalistikasi mavjud bo'lgan oliy ta'limlarda biz o'sha yerga borib turib kasbiy ijodiy imtihon topshirishimiz mumkin va bundan kelib chiqadiki, siz imtihonni o'sha yerdan tashqari hech qayerda topshira olmaysiz. Masalan, siz hozir ko'rsatib o'taman. Mana bu ko'rsatilgan ro'yxat ichidan tashqari hech qaysida topshirib bo'lmaydi. Faqatgina xususiylar, endi bu OTMlar mavjudligi haqida, jurnalistikasi mavjudligi, lekin u yerda imtihoni bor degani emas. Ya'ni bitta narsani bilish kerak, UzJoku yoki bo'lmasa milliy jahon tillari topshirishimiz mumkin ekan, lekin sharqshunoslik yoki bo'lmasam masalan Andijonda topshira olmaydi, Farg'onada topshira olmaydi. Yana bir qancha joylarda topshirish imkoni yo'q. Faqatgina o'sha mana bu ro'yxatdagi 8 taning ichida topshirish mumkin. Demak, UzJoku Toshkentda, Milliy universitet Toshkentda, jahon tillari Toshkentda, demak Toshkentda 3 ta universitetda topshirsa bo'lar ekan. Vodiyliklar Namanganda topshirsa bo'ladi. Ya'ni Andijon, Farg'ona hammasi Namangan davlat universitetida topshirsa bo'ladi. Buxoro davlat universiteti bor va unga yaqin navoiyliklar topshirishi mumkin, jizzaxliklar topshirishi mumkin va bu ularga qulay bo'lsa agar. Samarqand bor, masalan, Qashqadaryoga ham yaqin yoki bo'lmasam boshqa unga yaqin viloyatlar topshirishi mumkin bo'ladi. Va Qoraqalpog'iston davlat universiteti bor va bu yerda xorazmliklar va qoraqalpoqlar bemalol o'sha yerda topshirishsa bo'ladi imtihonni. Va keyingi masala bor. Ya'ni u yerda imtihon topshirib turib biz Toshkentda o'qiy olamizmi deganda, bu narsa muammosiz. Bu narsani qisqacha tushuntirib beradigan bo'lsam, siz imtihonlarni to'liq topshirib olasiz va ballaringiz yig'ganingizdan keyin OTMlar tanlash boshlanadi. Demak, Termiz davlat universitetida ham topshirsak bo'lar ekan. Demak, Termiz davlat universiteti bu Surxondaryoda joylashgan va surxondaryoliklar Qashqadaryoning qaysi tumanlari yaqin bo'lsa, o'sha yerda topshirishi mumkin bo'ladi. Demak, yana keyingisi esa OTMlar qanaqa bo'ladi? Xo'p, ijodiy imtihon o'tkaziladigan vaqtda nimalar bo'ladi deganda, qanday bo'ladi? Ijodiy imtihondan tashqari testlar bo'ladi. Testlar ingliz tilidan va majburiy blokdan bo'ladi. Majburiy blokka tayyorgarlik ko'rish kerak emas. Masalan, ona tili yoki bo'lmasa matematika, tarixga tayyorgarlik ko'rish kerak emas. Asosiy tayyorgarligingiz ingliz tiliga ko'ring. Imtihonga esa bazalarni yig'ib olsangiz bo'ladi. Demak, imtihon suhbat va esse shaklda bo'ladi. Suhbatda fikringizni o'rganadi, javob berish shaklingizni o'rganadi va boshqalarni ko'rib chiqadi. Esseda esa unda ham qanday fikrni yetkazib bera olish shakl tutadi. Yodda tuting deyapti, ya'ni maqsadni yiqitish emas, eng munosiblarni tanlab olish. Ya'ni sizni baholayotgan o'qituvchilar yoki murabbiylar yoki bo'lmasa mutaxassislar sizni yiqitmoqchi emas. Munosiblarni tanlab olmoqchi xolos. Shundan kelib chiqadiki, siz ularda bu narsaga ahamiyat berishingiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi. Demak, suhbat qanday o'tkaziladi? Suhbat jarayonida turli mutaxassislar kiradi. Masalan, taniqli jurnalistlar, ustozlar kirishi mumkin, professorlar kirishi mumkin va bu jarayonlarda ularning maqsadi sizni dunyoqarashingizni o'rganish. Ya'ni siz qanchalik keng fikrda ekanligingizni o'rganish. Ya'ni nizom bor. Nizomda turli xil savollar bor, 40 ta savol bor. Masalan, nizomda bitta savolni olganman va javobni berganman. Mana bu postda ko'rishingiz mumkin. Lekin aynan shunday bo'ladi degani emas. Ya'ni aynan mana shunday emas. Ya'ni 40 ta savolni hammasi tushadi degan narsa yo'q. U dunyoqarashingizni o'rganish uchun tuzilgan savollar. Balki undan ham bermasligi mumkin va undan berishi ham mumkin. Misol uchun endi bittasini keltirganman. Mana ommaviy axborot vositalari bu jamiyatdagi yetkazuvchi, ya'ni savoli qolib ketibdi. Ommaviy axborot vositasi deganda nima tushunasiz deganda,
Oy oxirida esa jamiyatga yetkazuvchi rasmiy tizimli manbalarni yetkazib beradi, ya'ni axborotlarni yetkazib beradi. Televideniye, radio, gazeta, jurnal, internet nashrlar orqali. Bularning barchasi, ya'ni ommaga taqdim etilgan xabarlar, ya'ni ommaviy axborot vositasi, ya'ni barcha uchun axborotni yetkazish shakli deyapti. Demak, suhbat jarayonida savollarga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Savollarga tayyorgarlik ko'rishda bir qancha narsalarga ahamiyat beringlar. Bitta narsa bilib bo'linglar, ya'ni savollarni yodlab olmanglar. Shunchaki ishonchli, ya'ni o'zingizga bo'lgan ishonchli bo'ling. Ya'ni o'zingiz javob berishingizga ishonchli bo'ling. Ya'ni ishonchli javob berish juda ham muhim. Ishonchsiz javob berishni boshlayapsizmi, nafaqat baholovchi, balki o'zingizni ham chalg'itib qo'yasiz. Shuning uchun imkon qadar samimiy bo'ling, ya'ni oddiyroq bo'ling. Javoblarga imkon qadar yengilroq javob berishga harakat qiling. Ya'ni murakkablashtirib yubormaslik kerak yoki bo'lmasam chuqur bilimga ega ekanligingizni his qilishingiz shart emas. Shunchaki oddiyroq qarab, oddiyroq javob berishingiz o'zi ham yetadi. Tezkorlikda 10 daqiqa vaqt beriladi. Imkon qadar masalan bu nima edi, yana nima qilsam ekan degan narsa bilan to'xtalib qolmanglar. Tezda javob berishga harakat qilinglar. Ya'ni javob bormi, beringlar, bo'ldi, tamom. Tan olish bilish degan narsani beryapman. Ya'ni sizda javob yo'qmi? Boya tezkorlikda aytib o'tdim. Bilmaysizmi? O'ylanib o'tirmang, vaqt ketkazmang. Ya'ni sizdan keyin kiradigan odam ham bor-da. Shuning uchun 10 daqiqa belgilangan. Ya'ni bir kunda 400 ta 500 ta abituriyentni qabul qilasiz savol javobga. Shundan kelib chiqadiki, siz imkon qadar tezroq javob bering va agar javob bilmaysizmi, yo'q bu narsa haqida ma'lumotga ega emas ekanman deb turib javobni ayting. Chunki ularda ham o'zingizni ham vaqtingizni olmang. Xo'p, bu jarayon juda ham muhim hisoblanadi. Agar qancha vaqt olsangiz, bu shuncha ballingizga ham ta'sir qiladi, salbiy ta'sir qiladi. Xo'p, sizni baholashda qanday nimalarga ahamiyat beradi deganda, albatta bilimga qaraydi. Bitta savol bilan cheklanishi ham mumkin. Ya'ni yaxshi bilim bilan javob bersangiz, bitta savolda o'zida u yetarli, sizni bilimingizni bildik deb chiqarib olish mumkin. Ya'ni 10 ta savol bermasligi ham mumkin, 10 daqiqa sarflamasligi ham mumkin. Ya'ni bu aynan 10 daqiqa sarflaydi degan narsa bo'lmasligi mumkin. Men shu ancha vaqtdan ko'ryapman, ba'zi bir o'quvchilarga bitta savolni berib turib, uni javobidan qoniqqandan keyin bo'ldi, yetarli, chiqib ketavering, sizga yuqori ball qo'yamiz deyishgan. Aksincha, juda ham yomon javob bergan va juda ham bo'rttirib yuborgan, boshqa qilib yuborganlarga bitta savol javobni o'zidan уже u o'quvsizligini va umuman jurnalistika to'g'ri kelmasligini ham darajasini bilgan. Unaqa holatlarda ham imkon qadar ularni ham tezroq chiqarib yuborib, vaqt olmaslikka harakat qiladi. Ya'ni nima? Umuman boshqa sohadan kelib qolganlar ham bo'ladi-da, masalan, jurnalistikaga kirish imtihonlari osonroq deb turib nisbatan tanlaganlar bor yoki masalan sertifikatlari yo'q bo'lgan paytda ham bilasizlar, tilni sertifikatisiz qabul qilmaydigan bo'lgani uchun ingliz tilidagilar ham kelib qolish holatlari kuzatilyapti. Shunday hisobiga ham ba'zida javob beruvchilar ham judayam no'noq bo'ladi, qo'pol qilib aytganda, umuman savol tugul sohani umuman tushunmaydigan, qiziqmaydiganlar ham bo'ladi. Shularga nisbatan tezroq javob berib turib chiqarib olish mumkin. Maksimal ball olishingizda ijodiy ishlar ta'sir qiladimi degan savol juda ham ko'p rol o'ynaydi va ba'zida ha, lekin aynan emas. Ya'ni bu narsa bo'lishi shart degan narsa yo'q, bo'lmasa ham bo'laveradi. Ya'ni ijodiy materiallaringiz yo'qmi, bu narsadan xavotir olmang. Bo'lsa yaxshi, bo'lmasa unaqa zarari yo'q. Ba'zida men shunaqa holatlar ko'rganman, maksimal ball olganlardi. Ya'ni materiallari yo'q. Tajriba ahamiyati ham bor, bu narsani hisobga olish kerak, chunki masalan men 10 yildan jurnalist bo'lib yuribman-da, endi o'qigim kelib qoldi. Va suhbat jarayonida menga yaxshiroq ball qo'yish mumkin, chunki sohani juda ham yaxshi tushunaman-da. Bittada o'zi his qilishadi, o'zi mayli yaxshi qo'yib beradi. Rostdan tajriba ahamiyati bor. Bu narsa sizda yo'q bo'lsa, unaqa ahamiyatli deb qaramanglar. Masalan, ko'pincha men o'quvchilarimni ko'rganman. Kiradi, bittasi kirdida zo'r bitta javobiga, savolga javob berdi, chiqib ketsa, "Vau, bu javob oddiy savolga javob berib chiqarib yubordi-yu" deydi-da. Yo'q, u narsaga fokusni unga qaratmaslik kerak, o'ziga qaratish kerak. U tajribali bo'lgani uchun tezroq chiqarib yuborgan. Biladiki, u jurnalistikani tushunadi. Bu
milliondan bir holatda bo'lishi mumkin holat. Ya'ni onda sonda bo'lib qoladi, har doim bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsaga ahamiyat berish kerak emas. Keyingisi esse yozishda nimalarga ahamiyat berish kerak degan narsa bor va esse maksimal 92 ball beriladi va unda eng katta foizni qarang, 75% berib qo'yganman. Dunyo qarashga qaratadi. Ya'ni imlo va grammatik xatolardan ham ko'proq bu mavzuni qanchalar tushunib ochib bera olganligi juda ham ahamiyatli. Ya'ni qoliplar asosida emas, shunchaki esseni yozishda bizda, ya'ni ona tilida shunaqa qoliplar bor, bir qancha qoliplar bor va ular asosida yoziladi, lekin bizda unaqa emas. Shuning uchun bu narsaga ahamiyatli bo'linglar, ya'ni siz mavzuni qanchalik ochib bera olasiz. Shundan kelib chiqadiki, ballingiz yuqori bo'lishi. Xo'p, esse yozishda nimalarga ahamiyat berish kerak? Esda tuting, ona tilidagi milliy sertifikatga o'xshab aniq qolipga ega emas. Ya'ni ona tilida qanaqadir qoliplari bor ekan. Men bir qancha o'quvchilarni kuzatdim va ularda esse yozishda aniq bir strukturasi bor. O'sha qolip asosida strukturada yozadi. Yo'q. Bu yerda fikrni, ya'ni u masala bo'yicha qanday darajada bilimga egaligi, dunyoqarashi kengligi, masalani o'zi tushunib turibdimi, o'sha narsa ahamiyatli. Ya'ni mantiqiy izchillik yo'qolmasligi kerak. Keng fikrlik juda ham muhim va pafslarsiz yozish kerak. Ona tilida bu narsa ahamiyatsiz. Aynan uchinchisi ahamiyatsiz, pafslarsiz yozish ahamiyatsiz, ya'ni balandparvoz gaplar qo'shsa ba'zida ko'pincha baland beradi. Ya'ni bir ikkita o'qituvchilar shunaqa narsalar tavsiya qilganligini ham ko'rgan ekanman. Men o'quvchilarim yozib kelardi, nimaga bunaqa yozing deganimda, o'qituvchi mana shunaqa yozsang sertifikatga yaxshi ball beradi degan fikrni singdirishgan. Ya'ni dunyoqarashni yo'q qiladigan uslublar bu aslida. Shuning uchun men yomon ko'raman ona tili sertifikatidagi esse yozish uslubini. Chunki u yerda dunyoqarash birlamchi emas, ko'proq ona tilidan bilimli ega muhim. Ona tilidan qay darajada bilimli ekanligi muhim. Yo'q, bu yerda dunyoqarash, ya'ni barcha fanlardan, deylik siz geografiya, siyosat, iqtisodiyot, hamma tarafdan keng fikrli, jamiyatga moslashib keta oladigan darajada keng fikrli ekanmisiz, bo'ldi. O'sha muhim bo'lgani uchun jurnalistikada jicha farq qiladi. Shuning uchun ahamiyatli bo'lib, pafslarsiz yozish kerak. Ya'ni jurnalistika tilida bu suvsiz yoz deb ustozlarimiz urishadi. Shuning uchun imkon qadar pafslardan uzoqroq bo'lish kerak. Asosiy qoidalari shu va shu narsalar haqida batafsil bilib oldingiz. Menimcha juda ham kam vaqt ketdi deb o'ylayman. Yozib olishni yakunlab qo'ysam bo'ladi.